Baton nonlarni avval suvda qaynatib, so'ngra pishirilishi bunchalik ideal chiqishini bilganimda, faqatgina shu usulda tayyorlardim. Ishimizni Pure Milk'ni tabiiy sutlarini ilitib olishdan boshlaymiz. Iliq bo'lgan sut ustidan shakar, tuz, drojani qo'shib, ketidan o'simlik yog'ini solib, aralashtiramiz. Unni elakdan o'tkazib, yumshoqqina xamir tayyorlaymiz va oshirganini 1 soatga jo'natamiz. Oshib tayyor bo'lgan xamirlarimizni teng 2 bo'lakga bo'lamiz. Baton nonlarni 10 minutga yana ustini yopib tindiramiz. Bu orada qaynab turgan suvimizga 1 osh qoshiq tuz solamiz. Pishgan batonlarimizni qaynoq suvga solamiz. 1 minut davomida orqa oldini pishirib, pergament qog'oz qo'yilgan listimizga qo'yamiz. Ularni chiroyli pishishi uchun tuxum suramiz. Yana ham chiroyli bo'lishi uchun pichoq yordamida xuddi videoda ko'rsatilgandek kesib chiqamiz. Ustilariga kunjut sepamiz. 180 gradus qizib turgan duxovkamizga baton nonlarimizni jo'natamiz. Ko'rinishini qaranglar, qanaqa bomba chiqdi. Ichlarigacha to'liq pishib, yumshoqqina bo'lib chiqdi. Videoga like bosib qo'ying va baton non retseptini eng yaqin tanishingizga jo'natib qo'ying.